O'zing yaxshimisan? Sonlaring yaxshimi? Charchamasan? Bola chaqang, hali ham pompichka qaynab bo'lib yuribsanmi? Tuzumsan? Hamma pompichka hozir o'rtoq. Xush kelibsizlar. Oyijon, nima ovqat qiling? Bolam sizga qattiq qo'ya qoling. Xo'p bo'ladi. Mayli bolam. Mastava qiling. Mayli qiling bolam. O'zi chiroyli qilib qilasiz. O'zim o'rgatib oyisi o'rgatsin. Bu naminchi paxta qo'yasan. Nima qilsa quvursan? Shunga meni gapirib o'tirishingga bilib quvursan. Haligacha paxta qo'yasan. Qattiq gapirmang, eshitib qolsa xafa bo'ladi. Sen ham kelining dodini berasan, bir ikki marta eshitib. Yo, meni kelin juda ham yaxshi. Juda ham aqlli. Azga sal bigiz qilib turish kerak kelinlarga azgina. Nima qila olmayman. Bu ham yaxshi bolam deb kelgan. To'xtab tur kelin. Alo. Voy, 10 marta telefon qilasiz. Nima yaxshi ko'rishimni bilasiz, quvurmaysizmi? Men o'tiribman mehmonda. Bilib qovurish kerak. Ismijonga kelib ketdi endi. Nima ovqat qilaymi? O'sha qovursin bilib. Voy o'rtoq, biz qanaqa kelin bo'lganmiz a? Voy. Mamani qara. Mam changini qara. Yo, mamani ushab ham chiqib qara. Shaltoq keliningni yana maqtayapsan. Ushab ko'r mamani. Voy, maqtaymay qara. Maslahatim, shaltog'ingni hayda bor. Qo'y. Voy, sen umuman gapirib bo'lmaydi shaltoq. Turib, amin qil. Iloh amin.